Insoniyat spidga davo topib, uni maymunda sinab ko'rish bilan band. Sen esa internetda domla ehsonni dollarda qilsam, kurs oshsa, savobi ham oshadimi deb savol berilgan videoni ko'rish bilan ovorasan. Bir do'stingni uylanishga puli yo'q. Yordam berish o'rniga bo'ydoqlarga jo'natib qo'yamiz degan videoni unga jo'natasan ustidan kulib. Kimdir shartda tavakkal qilib biror ishni boshladi. Sen esa soxta motivatorning soxta darsiga like bosib qo'yding. Onang dasturxon yozganida otang uyimizga baraka ber deb duo qiladi. Sen esa Real, Barsa kabi jamoalarga pul tikib, duoning azroiliga aylanyapsan. Vataningni ertasi bilan ishing yo'q. Lekin Amerika haqmi, Rossiyami deb kommentlarda talashmasang bo'lmaydi. Oilang bilan suhbatga 1 soat sarflasang, internet uchun 2 soat ajratayapsan. Hech qachon hech kim qaytarib bermaydigan umring internetda shunchaki o'tib ketyapti.